Shuni hech qachon unutmangki, dunyo biz uchun yaratilgan. Biz dunyo uchun yaratilmaganmiz. Alloh taolo bizni o'ziga ibodat qilish uchun yaratgan. Allohga ibodat qilish yo'lida dunyoni ishlatishimiz kerak. Dunyoga ibodat qiladigan dinorni, dirhamni quli bo'lib qolmaslik kerak odam. Bunday odamlarni qul deb atagan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Taisa abdud dinar, taisa abdud dirham. Dinorni quli xor bo'lsin. Dirhamni quli xor bo'lsin degan. Ya'ni dinor, dirham ana shu paytdagi pul. Hozirgi pul bilan agar qaraganimizda, hozirgi oltin tillolarni, dollarlarni va hokazo qog'oz pullarni bo'lsin, raqamli pullarni bo'lsin, yoki dunyo jihozlari bo'lsin va hokazo mana shunday narsalarga qul bo'lib qoladigan, latta-puttalarga mana qancha ayol kishilar qul bo'lib qoladigan odamlar bo'ladi ekan. Xor bo'lsin degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shular. Chunki bular biz uchun Alloh bergan bularni. Allohga ibodat qilishimizda ishlatamiz bularni. Biz ularga ibodat qilmaymiz. Mana shuni odam tushunish kerak. Bu narsalar oxiratni oldida bir juda ham bir arzimas narsalar. Alloh taolo uchun bu dunyoning ichidagi hamma narsa pashshani qanotichalik emas. Agar pashshani qanotichalik bo'lganda, qadri bo'lganda, kofirga bir qultum suv bermagan bo'lar ekan Alloh. Ya'ni kofirlarga qancha dunyo berib qo'ydi Alloh mana. Demak, qadri yo'q ekan uni. Qadri bo'lganda bermagan bo'lardi. Shuning uchun ham jannatning qadri borki, kofirga bermaydi uni, faqat mo'minga beradi. Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh aytganlarki, inson bu mol dunyoni minadigan bir eshak kabi deb qarash kerak deganlar. Yoki hammomga kirgan odam ishini bitirib chiqib ketganda, dunyoda ham oxiratga yetib olish uchun shunday vaqtincha ishlatib turadigan bir narsa bo'lishi kerak deganlar. Lekin aksar odamlar hozir mol dunyoni eng oxirgi g'oya qilib olgan, maqsad qilib olgan. Shuning uchun ham mol ularni minib olgan eshak qilib. Molni minishmas, aksincha mol ularni minib olgan. Shuning uchun ham qancha yaxshiliklar, ibodat, toatlar o'tib ketgan. Shu bilan qarib qolgan, shu bilan umri o'tib ketgan. Na dunyosi, na oxirati obod bo'lgan.